Assalomu alaykum, bog' chorva texnikasini kuzatib boruvchi hurmatli mijozlar. Biza Xitoy zavodda biza o'sha mashhur akula drobilkamizni ishlash jarayonida turibmiz. Mana pichoqlarida ham o'zini logolari bor. Bu modelimiz 6 tonna 800 bo'ladi. Hozir ishlash ustida turibmiz. Mana zavodda yaqin kunda xudo xolasa buni O'zbekistonga yo'l oladi, jo'natiladilar. Bunimiz eng katta o'sha akulani kattasi bo'ladi bu. Lentali. Mana shu hozir pichoqlarini ham ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rinishda bo'ladi. 7,5 kilovat 380 da ishlaydi. Motorlari ham mana shu pastda turadi. Buni bilgan biladi, sotganlar biladi. Bizning mijozlarimiz hammaga ma'lum, biz buni yetkaza olmayapmiz. Buni boshqa bundan ham kichikroq modellarimiz bor. Sotuvda bizani kuzatib borishda davom etinglar. Hammaga rahmat.